Bugungi videoda men YouTuberlarga kulgili savollar berib ko'rma videosining bu birinchi qismi. Ana bo'lmasa biz videoni boshladik. Birinchi YouTuberimiz bu Dizer. Aka, uylanib yo'q bo'lib ketdingiz. Uylanish mazzamikan? Ha, juda mazza deb javob berdilar. Ikkinchi YouTuberimiz bu Shahest. Bro, sizga bola bo'lish yaxshimi yoki negr bo'lish? Menga oppoq negr bo'lish deb javob berdilar. Uchinchi YouTuberimiz bu Hacker. Bro, siz o'zga sayyoralikmisiz? Ha, deb javob berdilar. Va bizning to'rtinchi YouTuberimiz bu Artifact. Sizga savol, 6 ga 7 ni qo'shsa necha bo'ladi? 67 deb javob berdilar. Va bizning oxirgi YouTuberimiz bu Reker. Qachon YouTube'ga qaytasiz? Hamma sizni sog'indi. Qaytaman 2027-yilda martda deb javob berdilar. Bugungi videomiz shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. Videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Rahmat.